Joriy yilning 1-mart kunidan 31-mart kuniga qadar Xorazm viloyatida aholi osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi o'tkazildi. Tezkor profilaktik tadbirning dastlabki kuni Xorazm viloyat hokimi va viloyatdagi barcha huquq-tartibot organlari rahbarlari ishtirokida Urganch shahridagi Jaloliddin Manguberdi majmuasida hamkor tashkilotlar shaxsiy tarkibi bilan kengaytirilgan xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazilib, unda tezkor profilaktik tadbirdan ko'zlangan maqsad va vazifalar barcha shaxsiy tarkibga aniq tushuntirilib, mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Mazkur tadbir davomida asosiy e'tibor jamiyatda qonuniylikni ta'minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda oilaviy munosabatlarni mustahkamlash borasida keng qamrovli chora-tadbirlarga qaratildi. Xususan, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish maqsadida jami 398 nafar jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderi rasmiylashtirib berildi. Olib borilgan tushuntirish va yarashtirish ishlari natijasida 181 ta oila yarashtirildi. 207 ta nizolarning asl sabablari bartaraf etildi. Shu bilan birga himoya orderi talablarini buzgan 36 nafar shaxs ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 206 moddasiga asosan javobgarlikka tortildi. Oilaviy nizolarni barvaqt aniqlash va ularni bartaraf etish maqsadida fuqarolik va ma'muriy sudlarda ko'rib chiqilayotgan ishlar ham o'rganildi. Natijada 1069 nafar shaxsning oilaviy nizolarda ishtirok etayotgani aniqlanib, ularning ro'yxatlari shakllantirildi. Ushbu toifadagi 662 ta oila o'rganilib, 232 nafar fuqaroning muammolari bartaraf etildi hamda 197 ta oila yarashtirildi. Ayni paytda 407 nafar shaxsning oilalardagi nizolarni hal etish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. Ushbu oylik doirasida xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar hamda jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Xotin-qizlar tomonidan 3 ta jinoyat sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan bittaga yoki 25% ga kamayishiga erishildi. Jinoyat sodir etish, undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 1016 nafar xotin-qizlarning ro'yxatlari shakllantirib, nazoratga olindi. Oila turmush munosabatlari doirasidagi huquqbuzarlik yoki jinoyatni oldini olish maqsadida himoya orderi berish yo'lga qo'yilgan bo'lib, xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri davomida jami 400 nafar tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga himoya orderi berildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida himoya orderi rasmiylashtirilgan shaxslarning muammolarini hal etishga erishilib, oilalardagi nizolarning asl sabablari bartaraf etildi. Shuningdek, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan 181 nafar xotin-qizlar birlamchi ko'makxonaga va 23 nafar xotin-qizlar tibbiy va psixologik yordamlar ko'rsatish maqsadida ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markaziga joylashtirildi. Bundan tashqari, oylikdan oila turmush doirasidagi jinoyatlarni oldini olish maqsadida jami 1125 ta notinch va 1069 ta nizoli oilalar qizil va sariq toifalarga ajratildi va ichki ishlar organlari rahbar va xodimlarga berkitildi. Xonadonlarning barchasiga qo'riqlash boshqarmasi tomonidan tashvish tugmasi o'rnatib berildi. Bundan tashqari, profilaktik hisobda turgan 419 nafar xotin-qizlardan 18 nafarni ishga joylashtirishda ko'maklashildi. 4 nafariga shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni qayta tiklashda, 8 nafariga tibbiy dispanserda davolanishlarida, 7 nafariga tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda amaliy yordamlar ko'rsatildi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, oylik doirasida xotin-qizlar yo'nalishiga, ular bilan ishlashni jadallashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Albatta, ushbu ishlar o'zini ijobiy samarasini beradi deb ayta olamiz. Ijtimoiy profilaktika doirasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jami mahalliy yettiligiga 7663 nafar shaxs bo'yicha berilgan ijtimoiy xulosalarning 74% dagi muammolar bartaraf qilinishi ta'minlanib, tegishli qo'shma xulosalar shakllantirildi. Shu bilan birgalikda tadbir davomida jami 12247 ta ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlandi. Shulardan 214 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Spirtli ichimlikka ruju qo'ygan 47 nafar shaxs majburiy davolash muassasalariga joylashtirildi. Shuningdek, 109 nafar shaxsga ma'muriy nazorat o'rnatilib, 127 nafar qarovsiz qolgan bolalar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan bo'lsa, 12 nafar shaxslar esa reabilitatsiya etish markaziga joylashtirildi. Tadbir davomida jami 2864 ta tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirildi. 614 ta tig' bilan bog'liq huquqbuzarliklar aniqlandi. Jami profilaktika inspektorlari tomonidan 12247 ta
huquqbuzarlarga nisbatan choralar ko'rilib, ushbu huquqbuzarlardan 214 nafari ma'muriy qamoq jazosi belgilandi. Shu bilan birgalikda jinoyat sodir qilishi mumkin bo'lgan yoki jinoyat qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan 24 nafar ruhiy bemorlar shifoxonaga joylashtirildi. 3094 nafar jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan shaxslar profilaktik hisobga olindi. Shu bilan birgalikda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasida 8964 nafar shaxslarning ijtimoiy muammolari aniqlanib, ushbu muammolarning 95% ijobiy hal qilindi. Tadbir doirasida 222 ta oldindan sodir qilinib ochilmasdan turgan jinoyatlar fosh qilinib, jinoyat sodir qilgan shaxslarga nisbatan choralar ko'rildi. Hamda 61 nafar qidiruvda yurgan shaxslar aniqlanib, tergov organlariga topshirildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri birinchi bosqichida ushbu ishlar amalga oshirildi va bu yil yakuniga qadar davom qildirilishi belgilangan. Shu bilan birgalikda tadbir natijasiga ko'ra ushbu mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasida 509 ta mahallalardan 2 tasi faqat qizil toifaga kiritildi. Hamda mahallalarda oldini olish lozim bo'lgan jinoyatlar 165 tadan 151 taga kamayishiga erishildi. Jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasida ushbu kabi tadbirlarning samarasi juda ahamiyatga ega. Umuman olganda, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi yo'nalishida olib borilayotgan tizimli profilaktik ishlar jamiyatda huquqbuzarliklarni kamaytirish, aholi tinchligi va xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kiberjinoyatlar fuqarolarning moliyaviy va shaxsiy xavfsizligiga tahdid solishini inobatga olgan holda bu yo'nalishdagi tezkor profilaktik chora-tadbirlar kuchaytirilgan tartibda amalga oshirildi. Tadbir davomida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida profilaktika va jinoyatlarni fosh etish borasida tizimli chora-tadbirlar olib borildi. Xususan, boshqarma xodimlari tomonidan mart oyi davomida bank plastik kartalari orqali sodir etilgan jami 165 ta jinoyat fosh etilishiga erishildi. Shuningdek, qo'shimcha ravishda 11 ta jinoyat aniqlanib, ular yuzasidan tegishli tartibda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ma'lumki, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarning oldini olishda aholi o'rtasida muntazam ravishda targ'ibot, tashviqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda joylarda mahallabay, xonadonbay va fuqarobay usullarda keng qamrovli profilaktik tadbirlar tashkil etildi. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlari doirasida 509 ta mahallada, 16573 ta xonadonda tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida 3629 marotaba, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona va tashkilotlarda qariyb 8500 ta, bozorlar va boshqa jamoat joylarida esa 6211 marotaba targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, aholiga kiber xavfsizlik qoidalari tushuntirildi hamda 70 ming dona buklet va flayerlar tarqatildi. Bundan tashqari onlayn targ'ibot ishlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan, Telegram messenjeri orqali 8150 ta guruh va kanallarda targ'ibot materiallari joylashtirildi. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlar, televideniya va radioda turkum ko'rsatuv va eshittirishlar efirga uzatildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan maxsus Telegram bot orqali ham aholi o'rtasida kiber jinoyatlardan ogohlikni oshirishga qaratilgan ishlar yo'lga qo'yildi. Ushbu platforma orqali mahallalar, idora va tashkilotlarda keng qamrovli targ'ibot ishlari olib borilib, aholi qamrab olindi. Ommaviy axborot vositalari, blogerlar va taniqli shaxslar bilan hamkorlikda kiber jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan 6 ta video rolik tayyorlanib, ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Jamoat tartibini saqlash boshqarmasi tomonidan hududlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar tinchligi va osoyishtaligini saqlash maqsadida xizmat faoliyati tizimli ravishda yo'lga qo'yildi. Xususan, kunu tun davomida vaziyatni to'liq nazoratda ushlab turish maqsadida xizmatlar 3 smena asosida tashkil etildi. Bunda kuch va vositalarning asosiy qismi aholiga hujum bo'ladigan kechki va tungi vaqtlarga maqsadli ravishda jalb etildi. Bu esa huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi samarali kurashish hamda jamoat joylarida xavfsiz muhitni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga tezkor profilaktik oylik doirasida jamoat tartibini saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar yanada kuchaytirildi.
Ayniqsa muqaddas oy davomida keng nishonlangan taroveh namozlari vaqtida masjidlar atrofida xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolarning bemalol ibodat qilishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari Ramazon hayiti hamda Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan o'tkazilgan ommaviy tadbirlarda jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va fuqarolarning xavfsizligini kafolatlash maqsadida shaxsiy tarkib tomonidan kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borildi. Bayram tadbirlari o'tkazilgan hududlarda profilaktik patrullar soni oshirilib, har qanday noxush holatlarning oldini olishga qaratilgan manzilli choralar ko'rildi. Olib borilgan ushbu kompleks chora-tadbirlar natijasida ommaviy tadbirlar davomida jamoat tartibi ta'minlanib, fuqarolar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratishga erishildi. O'z navbatida sovuq qurol sifatida foydalanilishi mumkin bo'lgan ashyolarni jamoat joylarida ochiq, ya'ni g'ilovsiz holda olib yurish bilan bog'liq 416 ta holat aniqlanib, ushbu sovuq qurollar tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy chora ko'rildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbir doirasida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar hayoti va salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ushbu tadbirlar nafaqat qoidabuzarliklarni aniqlash, balki ularning oldini olish, aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qildi. Jumladan, yo'l infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha tadbir davomida zaruratdan kelib chiqqan holda qo'shimcha ravishda 1174 ta yangi yo'l belgilari o'rnatildi. Yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlash maqsadida 49960 kvadrat metr yo'l chiziqlari chizildi. Maktablar oldida bolalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida yangidan 45 ta qavariq piyodalar o'tish joylari tashkil etildi. Shuningdek, 35 ta yangi svetofor qurilmalari o'rnatildi. Profilaktik tadbirlar doirasida targ'ibot va tushuntirish ishlariga ham alohida urg'u berildi. Qariyb 20 mingta targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, aholining turli qatlamlari qamrab olindi. Shulardan 1764 tasi ta'lim muassasalarida o'tkazildi. Shu bilan birga aholining yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlarini oshirish maqsadida tayanch qoidalar aks etgan 12977 ta flyer va bukletlar tarqatildi. Shu bilan birgalikda oylik davomida o'tkazilgan nazorat reyd tadbirlar natijasida jami 40376 ta qoidabuzarliklar aniqlangan bo'lib, ularning 16177 tasi qo'pol turdagi huquqbuzarliklarni tashkil etdi. Ayniqsa yo'l transport hodisalariga sabab bo'luvchi xavfli holatlarga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, 130 nafar haydovchi mast holatda transport vositasini boshqargani, 2033 ta svetoforning qizil chirog'ida harakatlanish, 6005 ta tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish holatlari qayd etildi. Bundan tashqari transport vositalariga ruxsat etilmagan qurilmalar, glishitl, turli tovush chiqaruvchi va migalkalar o'rnatish bilan bog'liq 162 ta holat aniqlandi. Qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilarning transport vositalaridan 7853 tasi jarima maydonlariga joylashtirildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri mobaynida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi va uning hududiy guruhlari tomonidan nazorat ostidagi shaxslarning ijtimoiylashuvi hamda bandligini ta'minlash, ular tomonidan qayta jinoyat sodir etish holatlarining barvaqt oldini olishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, probatsiya guruhlari nazorat ostida jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning tayinlangan jazolarning bajarilishi holatlari yuzasidan 18302 marotaba sohaviy xizmat xodimlari bilan hamkorlikda yashash va ish joylaridan tekshiruvlar amalga oshirildi. Aholi bandligiga ko'maklashish markazlari bilan o'zaro hamkorlikda mehnat yarmarkalari o'tkazilib, 595 nafar nazorat ostidagi shaxslar ishga joylashtirildi. Muayyan kasb-hunarga ega bo'lmagan 189 nafar shaxslar hududiy kasb-hunar maktablarida kasbga o'qitildi. Hududiy sud organlari bilan hamkorlikda 79 marotaba sayyor sud tadbirlari o'tkazilib, ushbu sud jarayonlarida tuzalish yo'liga o'tgan 343 nafar shaxslar jazo o'tashdan muddatidan ilgari ozod qilindi. Nazoratdagi shaxslarga o'rnatilgan cheklov va majburiyatlarga amal qilinishi holatlari tekshirilib, tadbir davomida 298 nafar shaxslar o'rnatilgan taqiq va cheklovlarni buzganlik holati yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, rasmiy ravishda ogohlantirildi. Jazo o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelayotgan 63 nafar shaxslarga nisbatan tayinlangan jazolar boshqa og'irroq turdagi jazoga almashtirildi. Jazo o'tashdan bo'yin tovlab yashirinib yurganligi sababli qidiruv e'lon qilingan 2 nafar shaxslar ushlanib, tegishli tartibda jazoni ijro etish muassasalariga qaytarildi. Probatsiya nazoratidagi shaxslar bilan rahbarlar ishtirokida uchrashuvlar tashkil etildi. Qurollar ustidan nazoratning kuchaytirilishi jinoyat sodir etish ehtimolini kamaytiradi va aholi xavfsizligini ta'minlaydi. Ushbu yo'nalishda 4157 nafar fuqaro tomonidan ov quroli va uning o'q-dorilarini saqlash tartibiga rioya qilish ahvoli
aholi nazorat tartibida o'rganildi. Shulardan saqlash qoidalarini buzgan 354 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida fuqarolar tomonidan noqonuniy saqlanayotgan 26 ta ov quroli ixtiyoriy ravishda ichki ishlar organlariga topshirildi. Tobora takomillashib borayotgan qo'riqlash xizmati bugungi kunda mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olish bo'yicha ishonchli hamkorga aylangan. Shu bois tadbir davomida olib borilgan targ'ibot ishlari natijasida qo'shimcha ravishda 4 ta obyekt jismoniy qo'riqqa, 273 ta obyekt texnik qo'riqlovga olinib, qo'riqlash xizmatining qamrovi yanada kengaydi. Giyohvandlik, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya kabi holatlar jamiyatda xavfsizlik va tinchlikka jiddiy tahdid soladi, oilaviy va ijtimoiy muammolarga sabab bo'ladi. Shu bois tadbir davomida asosan ushbu turdagi jinoyatlarning oldini olish va fosh etishga e'tibor qaratildi. Xorazm viloyat Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi, shuningdek, mazkur tuzilmalarning hududiy organlar tomonidan o'zaro hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida 678 ta noqonuniy holatlar aniqlandi. Shundan 254 tasi giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlar, 274 tasi uyushgan jinoyatchilik bilan bog'liq holatlar, 87 ta korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar, 33 ta holatda o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, 9 ta tovlamachilik jinoyatlari fosh etildi. Yuqoridagi jinoyatlarga aloqador 26 nafar shaxs qamoqqa olindi. Tadbir doirasida giyohvandlik vositalari va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan tezkor tadbirlar natijasida gumondorlardan jami 8 kg 334 gram giyohvandlik vositalari ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Shundan 1 kg 897 gram geroin, 882 gram opiy, 444 gram gashish, 5 kg 40 gram marixuana, 7 gram ko'knor, 62 gram sintetik giyohvandlik vositalari hamda 3868 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalaridir. Zakladka bilan bog'liq 2 ta jinoiy holat aniqlanib, 12 gram giyohvandlik vositalar hujjatlashtirib olindi. Giyohvandlik bilan bog'liq jinoyat sodir qilgan 26 nafar shaxslarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, 27 ta narkografiti bilan bog'liq holat aniqlanib, shu kunni o'zida yo'q qilindi. Olingan tezkor ma'lumotlar asosida gumondor shaxslarning yashash manzillarida o'tkazilgan tintuv harakatlari natijasida ulardan 2 kg 299 gram giyohvandlik, 48 dona psixotrop dori, 5 dona ov qurol, 6 dona pnevmatik qurol, 22 dona o'q dori, 97 dona diniy adabiyot, 121 dona sovuq qurollar ashyoviy dalil tariqasida olindi. Mart oyi davomida 61 nafar qidiruvdagi shaxs tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushlangan bo'lsa, 23 nafar bedarak yo'qolgan shaxslar oilasi bag'riga qaytarildi. Navbatdagi xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri reja asosida keyingi choraklarning muayyan davrida bo'lib o'tadi.